Quva tumanidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida 5-may kasb va mehnat kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Tadbir yoshlar orasida kasblarga qiziqishni oshirish va kasbiy ta'limni keng targ'ib etishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Uchrashuvga tumandagi maktab o'quvchilari jalb etilib, ular uchun kasb tanlash yo'lida muhim tajriba maydoni yaratildi. O'quvchilar texnikumdagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar, o'quv-xonalarni ko'zdan kechirdilar. Tadbir davomida tibbiy jihozlar va ularning amalda qo'llanilishiga bag'ishlangan ko'rgazmalar namoyish etildi. Bu esa yoshlarning nafaqat qiziqishini oshiradi, balki tibbiyot sohasining naqadar mas'uliyatli ekanini chuqurroq anglashlariga xizmat qiladi. Ishtirokchilar shifokorlik kasbining sharafli, shu bilan birga mashaqqatli ekanini yana bir bor his etdilar. Texnikum o'quvchisi sifatida umuman afsuslanmayman o'qishga kirganimdan. Sharoitlar yaxshi, o'qitish tizimi zo'r, o'qituvchilarimiz juda ham malakali, bergan bilimlari juda yaxshi esimizda qoladi. Bizga shunaqangi motivatsiya bilan dars berishadi. Tibbiyot yo'nalishida o'ziga yarasha bilimli shifokor bo'lishimizga ishonchim komil. Mutaxassislar tomonidan berilgan tushuntirishlar o'g'il-qizlarga kasb tanlashda aniqroq tasavvur hosil qilishga yordam berdi. Tadbir yakunida o'quvchilar o'zlari uchun kelajak kasbini tanlash borasida yanada qat'iy qarorga kelganliklarini bildirdilar. Tashkillangan ochiq eshiklar kunida sinfdoshlarim bilan tashrif buyurdik. Texnikum o'qituvchilari bizga texnikum haqida ma'lumotlar berdilar. Menga juda katta taassurot qoldirdi. Men kelajakda tibbiyot sohasida o'qimoqchiman. Bunday tadbirlar yosh avlodni to'g'ri yo'naltirish, ularning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish va malakali kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.